beri ulardan xabari yo'q. Oxirgi marta o'g'lim Ulug'bek otasiga telefon qilib, ota biz sotildik deb telefon qilgani shundan beri undan xabari yo'q. Bolajonim, seni sog'inib, intizorlik bilan kutamiz. Uyga qaytgin. Assalomu alaykum aziz obunachilar, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishga bu safar majbur qilaman sizlarni. Xayrullo akaning temasi bo'yicha videoroliklar qo'yapman do'stlar, ko'ryapsiz oxirigacha 100 ming, 200 ming, 1 millionlab ham hamma videorolikni ko'rib like bosib tarqatyapsizlar. Bugungi sizlarga qo'yadigan videoroligim, aytadigan gaplarim yuragingizga tegishi aniq. Videoga like bosmasdan, komment yozmasdan, repost qilmasdan hech qayerga ketmaysiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Meni musofirdagi yurtdoshlarim, og'aynilar, opa-singillar, aka-ukalarim. Meni bir sizlardan iltimosim, meni o'g'lim Ulug'bek, Quvvatov Ulug'bek Aliboyevich 1992 yil 22 noyabrda tug'ilgan. Uni amakisi Quvvatov Nurdin Qurbonmurodovich 1988 yilda tug'ilgan. Ular Rossiyaga ishlab yurishardi, telefon qilib turishardi. Anchadan beri ulardan xabari yo'q. Oxirgi marta o'g'lim Ulug'bek otasiga telefon qilib, ota biz sotildik deb telefon qilgani shundan beri undan xabari yo'q. Telefon ham qilmaydi. O'g'lim, bilaman, sen tiriksan, kimlarnidir qo'liga ishlab yuribsan, seni kimlardir ishlatib yuribdi. Seni uyga qaytishingni juda xohlardik. Shu ikkita yigitni ko'rganlar, iltimos sizlardan bizga xabar beringizlar. Seni sog'inib, otang, opang, akang, ukanglar va men sog'inib qolamiz. Bolajonim, seni sog'inib, intizorlik bilan kutamiz. Uyga qaytgin. Oxirigacha ko'ring. Nimaga deganda hozir oldinda sizga qo'yib berdim videorolikni boshida qisqacha. Hozir sizlarga tushuntirib aytaman yana. 2010-yil Novosibirskga aka-uka va amaki ishga borishgan. Bular kunlikda ishlab yurganda bitta yigitning akasi bilan amakisi kunlikka chiqib ketganligi bo'yicha yo'q. Keyinchalik onasiga telefon qilgan, ona biz sotildik deb bularni sotib yuborishgan. Bular tirikmi yo'qmi, endi tirik bo'lishiga ishonchimiz komil. Bular nimaga deganda sotilib ketilgan. Bular izlashgan, posolstvolarga ham borishgan, xabar berishgan, lekin ular yordam bermagan. Qarib oradan necha yil o'tib ketdi. Bularning yuraklari ezilib topishga haligacha harakat qilyapti. Qanaqa imkon darajasi boricha. Menga ham telefon qildi, aka iloji boricha obunachilaringizga shu videoni yetkazib qo'yib berishingizni so'ragan bo'lardim. Qaytib ko'rgan, bilgan, eshitgan bo'ladigan bo'lsa, qaytib kommentariyga yozib sizga aloqaga chiqsa menga aytasiz deb do'stlar. Videorolikni oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Like bosmasdan ketmanglar do'stlar. Bir kishi ko'rsa bitta like, поделиться bo'lsin, обязательно. Novosibirskdagi, Rossiyadagi tanishlaringizga videoni jo'natib qo'yishni so'ragan bo'lardim sizlardan. Bunaqa videorolik oldin chiqmaganman. Majburiy deyapman. Majburiy like bosamiz, komment yozamiz. So'ki bossang yoz, ha sen negativ. So'ksang so'kmaysanmi kommentariyada, o'zingga kelganini yoz. Onadan kelmasang bo'ldi, baribir seni kommentariyada o'qimayman. Lekin akaga yordam kerak. Videoni kengroq tarqataylik. Ko'rgan bilgan bo'lsa, fikrlarini yozib ketsin komment.